Surxondaryoda yo'lning yoqasida 3 kishi mashinasiga idishda yoqilg'i quyayotgan vaqtida Isuzu haydovchisi avtomobilida ularni urib ketadi va oqibatda 3 insonning bevaqt o'limiga sabab bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, sudlanuvchi erkak 1966-yilda tug'ilgan, voqea esa 2024-yilning oktyabr oyida sodir bo'lgan. Mashinamdan tushganimda yerda yotgan 3 kishiga ko'zim tushdi. Holatdan sog'lig'im yomonlashganligi sababli avtomobilimga o'tirib voqea joyidan ketib qoldim, deydi Isuzu haydovchisi sud majlisida bergan ko'rsatmasida. Sudda qaradim, bir kishi yotibmi, 2 kishi yotibdi. Kalam buzib ketdi. Qotib qoldi. Ming afsuski 3 nafar erkaklar mashina urib ketishi oqibatida olgan jarohatlari sababli vafot etadi. Mazkur holat bo'yicha sud ishi jinoyat ishlari bo'yicha Boysun tuman sudida ko'rib chiqildi. Sud majlisida haydovchi voqea sodir bo'lgan kuni mashinasining bitta chirog'i nosoz holatda ekanligini, aybiga esa iqrorligini bildirgan. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi Sudning hukmiga ko'ra sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi va 117-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganda aybdor deb topildi. Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan unga nisbatan 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi va 9 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Hech bir haydovchi men bugun avtohalokat sodir etaman deb ko'chaga chiqmaydi. Agarda kimnidir urib yuborsangiz, hech qachon qochib ketmang. Bu bilan siz aybingizni yanada og'irlashtirasiz.